Tasavvur qiling, bir oilaviy ziyofatda tajribali hamshira o'z qaynotasiga qarab turib, to'satdan dahshatli gapni aytadi. Hozirroq shifoxonaga borishimiz kerak. Qaynotasi hayron. U o'zini a'lo darajada his qilyapti. Hech qayeri og'rimayapti, ammo oradan bir necha soat o'tgach, u jarrohlik stolida yotardi. Ma'lum bo'lishicha, uning asosiy arteriyasi to'silib qolgan va u har daqiqada yurak xurujidan vafot etishi mumkin edi. Hamshira buni qayerdan bildi? U folbin emasdi. Uning miyasi yillar davomida minglab bemorlarni kuzatib, inson yuzidagi ko'rinmas naqshlarni tanishga o'rganib qolgan edi. Uning ongi sezmagan narsani ongsiz miyasi allaqachon anglab bo'lgandi. Dahshatli haqiqat shundaki, sizning hayotingiz ham xuddi shu qaynotaning ahvoliga o'xshaydi. Siz hammasi yaxshi deb o'ylagan paytingizda ko'rinmas odatlaringiz sizni yoki cho'qqiga yoki jarlikka yetaklayotgan bo'ladi. Bugun biz sahifalabda James Clearning Atom odatlar kitobining 4-bobini tahlil qilamiz va hayotingizdagi ko'rinmas kodlarni qanday ochishni o'rganamiz. Biz kundalik harakatlarimizning deyarli 50%ni o'ylamasdan bajaramiz. Nega? Chunki miyamiz energiyani tejashni yaxshi ko'radigan ulkan avtopilotdir. Siz ertalab turganda tishingizni qaysi tomondan yuvishni, kofeni qancha aralashtirishni o'ylamaysiz. Bu yaxshi, chunki miyangiz muhimroq narsalar, masalan, bugungi ish rejasi haqida o'ylashi kerak. Lekin bu o'ta xavfli ham, chunki yomon odatlar ham xuddi shunday avtopilotga ulanib qoladi. Siz zerikkanda telefonni qo'lga olishingizni, asabiylashganda shirinlik yeyishingizni sezmay ham qolasiz. James Clear aytganidek, o'zgarishni boshlashdan oldin siz hozir qayerda turganligingizni anglab yetishingiz shart. Keling bir tajriba o'tkazamiz. Xuddi o'sha hamshira kabi o'z hayotingizga detektiv sifatida qarang. Bir kunlik barcha mayda harakatlaringizni yozing. Uyg'onish, telefonni tekshirish, vannaga kirish, nonushta, bir varaq kitob o'qish. Har bir amal yoniga belgi qo'ying. Agar bu odat sizni uzoq muddatda kuchli qilsa, plus. Agar bu odat sizni pastga tortsa, minus. Agar bu shunchaki neytral bo'lsa, barobar. Muhim qoida: o'zingizni ayblamang. Hozirgi maqsad o'zgarish emas, balki anglash. Siz o'z xatolaringizni ko'rmaguningizcha ularni tuzata olmaysiz. Yaponiyadagi poyezdlarni ko'rganmisiz? Ular dunyoda eng xavfsiz hisoblanadi. Buning siri texnologiyada emas, balki g'alati bir odatda. Mashinistlar har bir harakatni barmog'i bilan ko'rsatib, baland ovozda aytib turishadi. Svetofor yashil tekshirildi. Tezlik 80 km/soatiga tekshirildi. Bu g'alati ko'rinishi mumkin, lekin bu usul xatolarni 85% ga kamaytiradi. Chunki u ongsiz harakatni ongli darajaga chiqaradi. Siz ham buni hayotingizda qo'llang. Oshxonaga shokolad yeyish uchun kirganingizda to'xtang va ovoz chiqarib ayting: "Men hozir bu shokoladni yemoqchiman, lekin bu mening vaznimni oshiradi va kun bo'yi o'zimni og'ir his qilishimga sabab bo'ladi." Bu baland ovozda aytish miyangizdagi avtopilotni 1 soniyaga to'xtatadi va sizga qaror qabul qilish imkonini beradi. Bugungi vazifa: kommentariyada o'zingizni bitta ongsiz yomon odatingizni yozib qoldiring. Uni yozganingizni o'zi uni yengishni boshlaganingizni anglatadi. Nega rejalaringiz 3 kunda o'ladi? Tasavvur qiling, siz dushanba kunidan boshlab yangi hayot boshlamoqchisiz. Ertaga ko'proq kitob o'qiyman, sog'lom ovqatlanaman yoki ingliz tilini o'rganaman deb o'zingizga so'z berdingiz, ammo chorshanba kuni kelib barcha g'ayratingiz so'ndi. Tanish holati shundaymi? Ko'pchilik buni irodam kuchsiz yoki motivatsiyam yo'q deb tushuntiradi. Ammo bugun sizga hayratlanarli haqiqatni aytaman. Sizda iroda emas, aniqlik yetishmaydi. 2001-yilda Britaniyada 248 kishi ishtirokida bir tajriba o'tkazildi. Ularni 3 guruhga bo'lishdi. Nazorat guruhi, ulardan shunchaki sport bilan shug'ullanish so'raldi. Ikkinchi guruh motivatsiya guruhi, ularga sportning foydasi haqida ma'ruzalar o'qildi, videolar ko'rsatildi. Uchinchisi aniq reja guruhi. Ularga hech qanday motivatsiya berilmadi, faqat bitta gapni to'ldirishni so'raldi. Men falon kuni, falon soatda, falon joyda 20 daqiqa sport bilan shug'ullanaman. Natija nima bo'ldi deb o'ylaysiz? Motivatsiya berilgan guruhning natijasi deyarli o'zgarmadi. Ammo 3-guruhning 91% maqsadiga erishdi. Bugun biz sahifalabda quruq motivatsiyadan voz kechib, sizni natijaga olib boradigan aniq reja formulasini o'rganamiz. James Clear aytganidek, motivatsiya bu afsona, aniqlik bu haqiqat. Ko'p odamlar men ko'proq pul topmoqchiman yoki yaxshi o'qimoqchiman deydi. Bu xuddi navigatorga meni birorta chiroyli joyga olib bor degan bilan barobar. Navigatorga aniq manzil kerak. Masalan, men xalqaro savdo bo'yicha magistraturada o'qiyman. Men shunchaki dars qilaman demayman. Men
Bunday deyman. Men soat 7da kutubxonaning 2-qavatida 30 daqiqa koreys tili grammatikasini takrorlayman. Endi miyamizda qachon boshlasam ekan yoki nima qilsam ekan degan savollar qolmaydi. Vaqt va joy kelishi bilan ongingiz avtomatik ravishda ishga tushadi. Bu irodangizni tejashning eng zo'r yo'li. Sizda allaqachon mavjud bo'lgan po'latdek mustahkam odatlaringiz bor. Ertalab tish yuvish, kofe ichish yoki uydan chiqishda kalitni olish. Nega yangi odatni noldan boshlamay, mana shu tayyor poydevorga ulab qo'ymaymiz? Bu usul odatlar zanjiri deb ataladi. Ertalabki kofeni ichganimdan keyin men 1 daqiqa kitob o'qiyman. Kechki ovqatdan keyin men darrov idishlarni yuvaman. Bu yerda hozirgi odatingiz kofe ichish, yangi odat kitob o'qish. Siz yangi odatni mustaqil ravishda eslab qolishingiz shart emas, chunki eski odatingiz uni o'zi bilan yetaklab keladi. To'xtang. Agar siz hozir ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak siz 1% o'sish yo'lidasiz. Videoga like bosing va sahifalabga obuna bo'ling. Ko'pchiligimiz ulkan sakrashlarni kutamiz, katta o'zgarishlarni, lekin muvaffaqiyat bu har kuni takrorlanadigan mayda, lekin aniq harakatlar yig'indisidir. Magistraturada o'qiysizmi, tadbirkorlik qilasizmi yoki shunchaki o'zingizning ustingizda ishlayapsizmi? Sizga motivatsiya emas, tizim kerak. Bugungi videodan so'ng bitta vazifani bajaring. Kommentariyada o'z odatlar zanjiringizni yozib qoldiring. Masalan, tishimni yuvganimdan keyin 5 marta o'tirib turaman. Ko'rinmas qo'lning siri. Nega do'konga kirganingizda rejalashtirilmagan narsangizni sotib olasiz? Nega ish stolingizda telefon tursa, unga beixtiyor qo'l cho'zasiz? Ko'pchilik buni irodam yo'q deb oqlaydi. Ammo bugun sizga haqiqatni aytaman. Sizning xulq-atvoringiz bu sizning muhitingiz funksiyasidir. 1952-yilda iqtisodchi Hokins impulsiv xarid tushunchasini o'rtaga tashladi. Uning aytishicha, mijoz biror mahsulotni uni rostdan ham xohlagani uchun emas, balki ko'ziga yaqqol tashlangani uchun sotib oladi. Bugun biz sahifalabda Thorndike ismli shifokor o'tkazgan hayratlanarli tajriba va qanday qilib u birorta ham so'z aytmasdan yuzlab odamlarning odatlarini o'zgartirganini tahlil qilamiz. Thorndike shifoxonaning oshxonasida tajriba o'tkazdi. Odamlarga sog'lom bo'ling deb ma'ruza qilmadi. U shunchaki muzlatgichlardagi ichimliklar joylashuvini o'zgartirdi. Avval muzlatgichlarda faqat gazli ichimliklar bor edi. Suv esa chetdagi savatlarda turardi. U nima qildi? U muzlatgichlarga suv idishlarini ham qo'shdi va kasallar yoniga qo'shimcha suv savatlarini joylashtirdi. Natija 3 oy ichida gazli ichimliklar sotuvi 11.4% ga kamaydi. Suv sotuvi esa 25.8% ga oshdi. Odamlar o'zgarmadi. Ularning irodasi kuchayib qolmadi. Shunchaki ularning muhiti o'zgardi. James Clear aytganidek, muhit bu inson xulq-atvorini shakllantiruvchi ko'rinmas qo'ldir. Inson tanasida 10 million hissiy neyronlar bor va ularning katta qismi aynan ko'rish qobiliyatiga xizmat qiladi. Biz vizual mavjudotmiz. Agar biror narsani ko'rsak, uni qilish ehtimolimiz ortadi. Siz o'zingizni irodasiz deb ayblashni to'xtating. Buning o'rniga o'zingizga savol bering. Mening muhitim men xohlagan odatni osonlashtiryaptimi yoki qiyinlashtiryaptimi? Agar siz har kuni o'z muhitingizdagi bitta vizual signalni yaxshilasangiz, masalan, telefoningizni boshqa xonaga qo'ysangiz, yil yakunida sizning natijangiz 37 barobar yaxshiroq bo'ladi. Muvaffaqiyatli insonlar irodasi kuchli bo'lgani uchun emas, balki iroda talab qilinmaydigan muhit qurganlari uchun muvaffaqiyatga erishadilar. 1971-yil Amerika hukumati dahshatli xabardan larzaga keldi. Vyetnamda xizmat qilayotgan askarlarning 15% nikotinga qattiq bog'lanib qolgan edi. Keyingi tadqiqotlar ko'rsatishicha, askarlarning deyarli yarmi narkotiklarni tatib ko'rgan. Washingtonda vahima boshlandi. Urush tugab, minglab narkomanlar uyga qaytadi. Ko'chalarni jinoyatchilik qoplaydi deb o'ylashdi hamma, lekin kutilmagan voqea yuz berdi. Askarlar uyga qaytgach, ularning 90% bir kechada chekishni to'xtatdi. Hech qanday reabilitatsiya markazlarisiz, hech qanday qahramonliklarsiz, bu tibbiyot tarixidagi eng g'alati holat edi. Nega? Chunki ularning muhiti o'zgardi. Vyetnamda geroin signallari har qadamda edi. Stress, urush qo'rquvi, narkotik sotuvchi do'stlar. Uyda esa bularning biri ham yo'q. Bugun biz sahifalabda nima uchun yomon odatni iroda bilan yengib bo'lmasligini va uning yagona ilmiy yechimini o'rganamiz. Agar siz 2026-yilda ham hali ham irodam yetmayapti deb o'zingizni qiynayotgan bo'lsangiz, bu video qarashlaringizni tubdan o'zgartiradi. Ko'pchilik falonchi juda intizomli, unda temir iroda bor deb o'ylaydi, ammo tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki,
Intizomli deb hisoblagan insonlar aslida bizdan ko'ra ko'proq iroda sarflashmaydi. Ularning siri boshqa narsada. Ular vasvasalarga duch keladigan vaziyatlarga kamroq tushishadi. Miyamizda bir marta shakllangan odat hech qachon o'chib ketmaydi. U shunchaki ongsiz qatlamda uxlab yotadi. Agar siz uzoq vaqt chekmagan bo'lsangiz, lekin eski chekuvchi do'stingiz davrasiga tushsangiz, miyangizdagi o'sha uxlayotgan signal birdan uyg'onadi. Iroda bu qisqa masofaga yugurish uchun kerak bo'ladigan energiya. Siz u bilan bir martalik vasvasani yengishingiz mumkin, lekin u bilan butun umrlik tizim qurib bo'lmaydi. James Clear aytganidek, siz vasvasa bilan har safar jang qilishingiz shart emas. Siz shunchaki jang maydonidan chiqib ketishingiz kerak. Yana bir vazifa. Sizda eng ko'p chalg'itadigan bitta narsani ko'zdan uzoq qiling. Nima qilganligingizni kommentariyada yozing. Masalan, yotishdan oldin telefonimni oshxonada qoldirdim. Videoning tavsif qismida va Telegram kanalimizda siz uchun ikkita maxsus PDF sovg'a bor. Keyingi videoda biz ikkinchi qoidani o'rganamiz. Odatni qanday qilib jozibador qilish mumkin? Obuna bo'lishni unutmang, chunki haqiqiy shirin qismlar hali oldinda.